Yotishni ko'ryapsizlarmi akalar? Bu issiqda qo'ylar ham salqin joylarga o'tib mazani damlab yuboryapti-yu. Havoni ko'ryapsizlar, yozda akalar. Lekin bugun hozir sizlarga ko'rsatadigan videom akalar bu qo'y temasida emas. Shunchaki hozir men yotishini ko'rib havas qilib videoga oldim. Biz akalar hozirgi mavzuyimiz hozir sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz akalar mana shu buqa haqida bo'ladi akalar. Bugun sizlarga akalar dehqondan bitta shunaqa chiroyli bir semirgan uyda puxta baqilgan bir dehqon akamizdan bir novvos chiqib qoldi. Shuni sizlarga bir chiroyli qilib yoritib beraman qo'ldan kelgancha. Sizlardan akalar qo'llab-quvvatlash uchun bir dona like, kanalga obuna bo'lib qo'yishni so'rayman akalar. Dehqonda shunaqa mollar bo'lsa, qo'ylar bo'lsa, chorvalar bo'lsa, shunaqa yoritib borishga harakat qilaman akalar. Qo'ldan kelgancha avvalambor. Sizlardan aytib o'tilganda bir dona like bilan qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar akalar biz xursand bo'lamiz. Akalar mana mol akalar bir chekkadan ko'rsataman, qaranglar. O'zi bir bosh, bir dona. Bo'ylari bir taxminan 1.30 yoniverda chiqadi akalar. 1.30 plus desak ham bo'laveradi. 1.35 ga borib qolsa kerak. Lekin 1.30 aniq, xudo xolasa. Qisqa video qilishga harakat qilaman akalar, ko'ringlar. Mol yeb ichishi, sog'lik, salomatligi hamma yo'g'i joyida ekan. Avvalambor endi bu mol yetilib qolgan deyarli. Semiz mol qatoriga kiraveradi bemalol. Bo'yinlarini ko'ryapsizlar akalar. Bu mol go'sht uchun qassob akalarimizga sirasi tavsiya qilinaveradi. Go'sht uchun gibrid buqa. Akamiz buni kuzda olgan ekan. Noyabr oydan beri mana yemlab turilgan buqa. O'zimiz bir tanish akadan manzilda aytib o'tib ketaman akalar. Manzilda aytaman, Andijon viloyati Oltinko'l tumani Qayirma mahallasidamiz akalar. Yana ham to'liqroq tushuntirib deydigan bo'lsanglar, bu yerdan akalar Andijon Shahrixon yo'lida bor. Andijon Shahrixon yo'lida 3 kilometr ichkariga kirganda. Andijon Shahrixon trassasida 3 kilometr ichkariga kirganda Qayirma mahallasi bor akalar. Yaqin o'rtadagilar o'zi yaxshi biladi, andijonliklar bo'lsa. Shu yerda bir dehqon akamizda mana shu buqa bor. Yaxshilab ko'ringlar. Narxlari ham akalar qulay qilib bering dedim, chunki sababi tez sotiladi. U uzoq qilib narxni baland aytadigan bo'lsangiz, maqsad sotish bo'ladigan bo'lsa, yaqin qilib ayting dedim. Akamiz yaqin qilib aytdi. Buqa kichkina buqa emas akalar. Kilolari ham akalar, kilolari ham bemalol tosh tarozisiga to'g'ri kelaveradigan narxda. Buqaga 36 million so'm narx so'rayapti. O'zing aytib ber dedi. Men gapirib yurmay dedi. 36 million so'm so'rayapti. Menimcha unaqa reallikdan uzoq emas. Haqiqatga yaqinroq. Sunmang, avvalo hech kim aytganiga sotmagan. Bemalol kelib, qo'lini ushlab, baraka qilib, ustida ko'rib savdo qilsanglar, undan kamini ham qilib beradi. Ko'shiga hisoblasangiz ham menimcha to'g'ri kelaveradigan narx-navolar. Avvalo 36 million bu bor pul emas. Bemalol savdo qilasizlar, ko'rasizlar, kelib ustida qo'lini ushlab savdo qilsanglar, xudo xolasa, bizni kanaldan chiqdim desanglar, ancha-muncha kamini ham qilib beradi, aytaman. Bu odamlar unaqa qattiq savdo qiladigan odamlar emas, dehqon odamlar, yaxshi. Unaqa mahkam turib aytganiga sotaman deydigan odamlar emas. Akalar, qisqa video qilaman deganman. Mana 5 minutga qarab ketyapti videolarimiz. Yana takror aytaman akalar. Chorvachilik bilan shug'ullanayotgan akalar, ukalar, chorvalarga baraka tilayman. Shunaqa hayvonlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasiz akalar. Qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilaman. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar, salomat bo'linglar.